Assalomu alaykum hammaga, aka-ukalar. Uyga, o'zim uyimga dushovoy kabina qilyapman. Qo'ldan kelgancha yasaymiz. Boshlarga yana beton quyib chiqaman, xudo xolasa yakka. Bekorchilikda turbamiz o'tgan keladi, shunga olib kelib tushirib, suvlar olib kirib, kesib devorlarni shu uyimizni razmeri 120 ga 1 metr bo'ladi. Bu tomonda eshik bo'ladi. Kuzatib turinglar, davomini qo'yib boraman. Assalomu alaykum hammaga. Mana o'zim uyimga dushovoy kabina yasayapman o'z qo'lim bilan. O'zim bilan cho'ztaman. Qo'ldan salpal keladi. Turbalarni tushirib oldim. Suvlarni tushirib endi beton quyib chiqiladi pastdan. Xudo xolasa. Kimga shu ishda bitishi qiziq bo'lsa qo'yib boraman, kuzatib boringlar. Narxi necha pul ketyapti, hammasini aytib yuraman. Hop, turbalariga hozircha 1 million pul ketdi. Mayda-chuyda hammasiga qancha ketyapti har bitta videoda aytib boraman. Bu mana Aristonga turba tashab ketdim. Assalomu alaykum aka-ukalar, yaxshimisizlar? Mana betonlarni ham quyib oldim, to'ldirib, pol bilan bir xil qilib. Kecha ham video qildim, beton quyishdan oldin. Betonlarni quyib oldim mana. Endi gipsokardon bilan o'raymiz. Buni ham qo'yib boraman. Kuzatinglar, narxi qiziq bo'lsa, kim shunaqa uyga yasamoqchi bo'lsa, necha pul ketyapligini aytib beraman. Hozirgacha 1 million so'm pul ketdi. Beton, turba hammasiga. 1 million 100 ming pul ketdi. Assalomu alaykum aka-ukalar. Xudo xolasa dushovoyda mana gipsokardonni ham o'rab oldim. Kechagina video qildim. Betonni quyib olib. Mana. Bitta dersan o'rni bor edi, dersan yopib borishga qo'yib o'rniga. Hop. Suvlar tushirib kafelga tayyorlash jarayon. Joyimiz 110 ga 120. Ikki Ariston tushadi buni. Devoriga. Siqsa bu devorga tushadi. Siqmasa bu devorga o'rnataman. Eshik. Eshikning razmeri 190 ga 70 bo'ldi. Xudo xolasa mana shu ertadan kafel terishni boshlayman. Kafelni olib kelganman. Hozirgacha 2,5 million pul ketdi shu holatgacha. Kafeli bilan 2,5 million ketdi. Har bitta videoda qo'yib boraman, necha pul ketyapti. Hozir shu holatgacha kafel olib kelib qo'yganman, 2,5 million pul ketdi. Kimga qiziq bo'lsa kuzatib olinglar, necha pul ketyapti aytib boraman. Assalomu alaykum aka-ukalar, yaxshimisizlar, suyimsizlar. Kafelga ham tayyorlab olyapman. Izolyatsiyani bir marta surkadim, quruqsa yana bir marta surkab, xudo xolasa ertadan kafel terish boshlanadi.
Izolyatsiyani shu odam bo'yi surkasalar ham bo'ladi. Nariga kerak emas. Asosan suv pastda bo'ladi zak. Tepada bo'lmaydi. Mana shu burchaklarga iloji boricha ko'proq surkash kerak, suv o'tmaslik uchun. Kuzatib boringlar. Xudo xohlasa ertaga kafelni boshlayman. Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana kafelni ham boshlab oldim. 60 ga 120 kafelimiz. Qo'qon местный kafeli. Hop, tepaga 3,5 qator tushadi. Poli, bu devor oq bo'ladi, ikkita yon qora bo'ladi. Kuzatinglar, bitishi qiziq bo'lsa like poddesh yoqib turinglar. Hozirgacha 3 million pul ketdi. Hayda shudalar bilan. Bitishi qiziq bo'lsa, kim uyiga shunaqa yasamoqchi bo'lsa, kuzatib turinglar. Narxini oxirida bitsa aytaman. Pul ketyapti. Usta haqsiz material o'zida. Men uyimga qilyapman hozir. Hozir 3 million pul ketdi shu holatgacha. Bundan oldin ham videolar chiqarganman, ko'ringlar. Noldan ko'rsatyapman. Kimga uyiga shunaqa qilmoqchi bo'lsa, qiziq bo'lsa, kuzatib turinglar. Bitishini ham qo'yaman, xudo xohlasa. Dushovoy ham почти bitib qoldi. Kafellarni kerak. Ugalarni qilib qo'ydim. Artib qo'ysam. Ugalarni aylantiramiz somlar qirg'og'iga. Hop. Nima qolyapti yerda? Eshik qolyapti. Ariston. Keyin pataloyda plastik qo'yaraman. Bu tomon qora bo'ldi. Tomon oq, tomondan qora, bolam oq. Kuzatinglar, bitishi qiziq bo'lsa, necha pul ketyapti oxirida aytaman. O'zim uyimga yasayapman. Hozirgi kungacha shu holatgacha 0 dan 3,5 million ketdi. Bitishiga necha pul ketadi? Aytib boraman, kuzatinglar.